Assalomu alaykum. Bugun biz Odoo tizimi bilan PBX IP telefon bilan qanday integratsiya qilganimizni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib PBX moduliga kirib olamiz va u yerda Call Logs degan monitor ochilganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu qo'ng'iroqlarni jurnali bo'yicha barcha kiruvchi va chiquvchi qo'ng'iroqlarni avtomatik tarzda ko'rsatadigan joy. Har bitta qo'ng'iroqni ustiga bosganingizda uni barcha detallarini ko'rishingiz mumkin. Qaysi raqamdan kelgan, qancha vaqt davom etgan va qo'ng'iroq holati qanday bo'lgan. Bu tizimda faqat qo'ng'iroqlar statistikasini emas, balki texnik ma'lumotlarni ham ko'rishingiz mumkin. Shunchaki pastga scroll qilasiz. Va muhim tarafi, agar qo'ng'iroq yozib olingan bo'lsa, uning recording URL manzili ham bevosita shu joyi o'zida ko'rinadi va siz yozuvni darhol eshitishingiz mumkin. Har bitta qo'ng'iroq CRM bilan integratsiya bo'lgan va mijoz haqidagi barcha tarixni bitta joyda ko'rishingiz mumkin. Odoo CRM moduliga kirganingizda hammasi ko'rinadi. Va sozlamalar, ya'ni settingsga kiramiz va bu yerda webhook sozlamalarini ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Webhook URL va security key orqali PBX va Odoo o'rtasidagi xavfsiz bog'lanishni o'rnatganmiz. Va regenerate qilsanglar boshqatdan shakllanadi. Security key va webhook URL PBXni o'zidan olishingiz mumkin. Bu orqali qo'ng'iroqlarni tugadi, call end yoki o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq, ya'ni call missed kabi hodisalarni Odoo'da logsda ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan Odoo va PBX o'rtasidagi integratsiya bo'yicha instruksiya darsimiz tamom. Salomat bo'ling.